Xonanda Lola Yo'ldosheva va Nilufar Hamidova o'rtasidagi sovuqlik bu rashkmi yoki xiyonat? Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir paytlar sahnada bir-birini qo'llab-quvvatlagan intervyularda biz singildek yaqinmiz degan ikki mashhur Lola Yo'ldosheva va Nilufar Hamidova endi bir-birining nomini ham tilga olmayapti. Nega? Bu savol so'nggi kunlarda tarmoqda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylandi. Hamma narsa oddiy postdan boshlandi. Nilufar sahifasida yozdi: "Ba'zan eng yaqin insoning orqangdan kuladi." Bu so'zlar ko'pchilikni hayratga qoldirdi. Shundan atigi bir kun o'tib, Lola o'z sahifasiga shunday yozuv qoldirdi: "Menga dars berganlar o'zlari imtihondan yiqilishdi." Bu ikki yozuv orasida qandaydir yashirin aloqa borligiga hech kim shubha qilmay qoldi. Muxlislar darhol taxmin qila boshlashdi. Bu ikkovining o'rtasi sovuq, ularning orasi buzilgan, bir loyiha sabab janjal chiqqan degan mishmishlar ildiz otmoqda. Ayrim manbalarda ko'ra, ularning orasidagi sovuqlik sababi bitta erkak san'atkor. Go'yo u har ikki tomonga yaqin bo'lgan, ammo keyin kimnidir tanlagan. Shundan so'ng esa bu ikki san'atkorning yo'llari abadiy ajralgan. Lekin hech biri bu haqda ochiqchasiga gapirmayapti. Faqat sahifalardagi jimlik, kinoyali yozuvlar va ko'zdagi g'am ularni so'z o'rnida bosayotgandek. Bu oddiy norozilikmi yoki sahnadagi ayollar o'rtasidagi yashirin kurashmi? Hozircha noma'lum. Ammo bir haqiqat bor. Bu jimlik uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki shou biznesga sir yashirilmaydi. U faqat vaqtincha uyquga ketadi va uyg'onganda esa portlaydi, deyiladi xabarda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.